Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekona Sisko loyihasi qatnashchilari, ixlosmandlari va talabalari. Mana bugun biz siz bilan ushbu loyiha turkumidagi navbatdagi judayam sizga asqotadigan, judayam foydali bo'ladigan mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu nima deysizmi? Albatta, bu mavzuning nomi protokollar va modellar bo'ladi. Ya'ni bugun biz sizlar bilan o'sha hammaga mashhur bo'lgan TCP/IP hamda OSI modellari haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Bugun o'tiladigan mavzumiz protokollar va modellar. Protokollar o'zi nima edi? Protokollar bu biz hayotimizdagi protokollardan biroz farqli ravishda albatta. Tarmoqdagi protokollar bu tarmoqni ishlashi uchun kerak bo'ladigan standartlar, o'ziga xos qonun-qoidalar va kelishuvlarni ifodalovchi bir termin. Ya'ni tarmoq protokollari bu hozirgi aytganimizdek ma'lum bir standartlar, qonun-qoidalar va kelishuvlarning to'plami ekan. Protokollar va modellarga biroz keyin to'xtalamiz. Xo'p, tarmog'imizda har bir jarayon, protsess o'ziga xos qonun-qoidalar asosida bajariladi, amalga oshadi. Xo'p, bularga misol qilib qarang. Shaxsan agar ikkita inson bir-biri bilan qanaqadir munosabatlarga kirishadigan bo'lsa, gaplashadigan bo'lsa, ularga avvalo nima kerak bo'lardi? Va ular qanday qilib bu muloqotni amalga oshiradi degan savol berishimiz mumkin. Tarmoqda ham xuddi shunday savol berishimiz mumkin. Ikkita qurilma qanday qilib o'zaro bir-biri bilan muloqotga kirishadi? Avvalo ularga nima kerak bo'ladi? Xo'p, bu yerda aytilganki, source, destination va media. Ya'ni ikkita inson bir-biri bilan muloqotga kirish jarayonida avvalo xuddi o'sha ikkita insonning o'zi mavjud bo'lishi kerak, ya'ni available bo'lishi shart. Endi available degani bir-birini tanish kerak deylik. Mavjud bo'lishi kerak, gapira olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Available bo'lishi kerak. Va endi ularning o'rtasida ikkalasi uchun umumiy bo'lgan muhit, ya'ni media zarur bo'ladi. Ikkita inson o'rtasidagi zarur muhit qanaqa bo'lishi mumkin? Vakuumda bo'lmasa, endi havoda biz gaplashgan vaqtimizda tovushlarimiz havoda tebranadi. Xuddi mana shu narsani muhit deb qabul qilaylik. Tarmoqda ham xuddi shunaqa o'zlarining o'rtasida xoh simsiz, xoh simli bo'lsin yoki boshqa qanaqadir turdagi muhitlar, ya'ni media bo'lishi shart ekan. Xo'p, endi qaranglar. Tarmoqdagi protokollarimiz umuman har qanday tarmoqdagi jarayonlar qanaqadir bir protokollar asosida boshqariladi dedik. Va endi har qanday protokollar qanaqadir bir xuddi o'sha protokol asosida yaratilgan qonun-qoidalarga bo'ysunadi. Va endi qonun-qoidalar ma'lum bir protokollar asosida o'zgarishi mumkin. Protokollarga qarab har bir jarayonimizdagi qonun-qoidalar har xil bo'lishi mumkin. Bu degani nima degani? Bitta umumiy protokol yo'q bizada, hamma jarayonni boshqaradigan va har xil protokollar har xil ishni bajaradi va ular har xil qonun-qoida asosida ishlaydi va standartlar asosida ishlaydi. Xo'p, endi qaranglar. Ketdik. Ikkita inson o'zaro bir-biri bilan gaplashayotgan vaqtda, muloqot qilayotgan vaqtda ularning o'rtasidagi boyagi sender, receiver available bo'ldi. Available bo'lgandan keyin media ham bor. Buni o'zi yetarli emas albatta. Ana endi mana shu yerda biz qonun-qoidalarni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Qanaqaki, avvalo ular o'zaro bir xil tilda gaplashishi kerak. Zarur. Xoh o'zbek tilida, xoh ingliz tilida bo'lsin, o'zaro bir xil tilda gaplashish shart bo'ladi. Va endi mana bu yerda slaydda ko'rsatilganki, ularni bir turda muloqot qila olishi yetarli emas albatta. Va ular endi ma'lum bir aniq belgilangan grammatik qonun-qoidalar asosida muloqotga kirishish kerak bo'ladi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Hozir men agar gaplarimni telba-teskari, so'zlarimni joylarini almashtirgan holda, boshqa so'zlarni ishlatgan holda sizga gapiradigan bo'lsam, siz uni tushunishingiz juda ham qiyin bo'ladi. Lekin men sof o'zbek tili grammatika qonun-qoidalari asosida gapiradigan bo'lsam, buni tushunish juda ham oson va bu siz ikkalamiz o'rtamizdagi qanaqadir bu
ko'rinmas bir standart oldindan kelishilgan standart. Bu qachon kelishiladi? Masalan, siz mana kursni ko'rishni boshidan avval "Men o'zbek tilida kurs ko'rmoqchiman" desangiz, ana shu biz sizga buni taklif qilyapmiz. O'zaro ana shu yerda kelishuv paydo bo'ldi. Ya'ni biz o'zbek tilida muloqot qilamiz degan kelishuv ana shu yerda paydo bo'ladi. Avval boshdan tarmoqdagi struktura jarayonlarida ham xuddi shunaqa vaziyat yuz beradi. Ya'ni qanaqadir qonun-qoidalar, protokollarning qonun-qoidalari asosida muloqot, ya'ni connection hosil qilinadi. Xo'p, aytdik. Aytish kerakki, sender receiver bor, bir xil tilda gaplashilyapti, bir xil grammatika qonun-qoidalar asosida gaplashilyapti. Va endi undan tashqari, agar men juda ham tez gapirsam, siz qaysi birlaringizdir albatta tushunmay qolishingiz mumkin. Va endi menda ham o'ziga yarasha shartlarim bo'lishi mumkin. Ya'ni qanchadir vaqt davomida mana men sekin gapiryapman. Agar siz tushunmasangiz, o'tib ketishim mumkin. Yo bo'lmasa qaytarishim mumkin, yo bo'lmasa umuman boshqa gapirmay qo'yishim mumkin bu jarayonda. Ya'ni bu kelishilinadi avvalo. Men qo'ygan, endi bu yerda hozir biz yuzma-yuz muloqot qilmayapmiz, biz virtual muloqot qilyapmiz. Shuning uchun men qo'ygan qonun-qoida shartlar asosiga siz moslashishga to'g'ri keladi. Xuddi tarmoqdagi kabi. Hop, men qo'yayotgan tezlikni, gapirish tezligiga siz bo'ysunishingiz kerak, shunga moslashishingiz kerak. Shunaqa bo'ladi. Hop, undan tashqari endi confirmation of acknowledgement requirements bu nima degani? Hop, ikkita inson bir-biri bilan gaplashayotgan vaqtda agar bir inson gapiraversa, ikkinchi inson "Men seni tushundim" yoki boshini qimirlatib tasdiqlab qo'ymasa, kimlardir bu tushunmayapti ekan deb gapirmay qo'yishi mumkin. Yo bo'lmasa kimdir mana leksiya vaqtlarida professorlar talabalarga yo bo'lmasa kimlargadir tinglovchilarga leksiya o'qiyotgan vaqtda u qiziqmi, unga qiziq emasmi, tushunarli emasmi, gapirib ketaveradi. Ularning vazifasi gapirish, sizga tushuntirish emas albatta. Ana o'sha vaziyatda tarmoqqa ham solishtirsak bo'ladi. Qaysidir vaziyatlarda ma'lumotlarimiz 100% yetib borishini ta'minlash shart bo'ladigan bo'lsa, qaysidir vaziyatlarda siz uni qabul qilish uchun kuchingiz yetadimi, kuchingiz yetmaydimi, farqi yo'q, jo'nataveradi. Shu vaziyatlarda endi qanaqadir qonun-qoidalar asosida tashkillanishi kerak bo'ladi. Mana shu qonun-qoidalarning barchasini protokollar amalga oshirib berar ekan. Xo'p, endi network protokollari bo'lishi uchun, tashkil bo'lishi uchun ularga nimalar kerak bo'ladi? Umuman network protokollari tarmoqlarni boshqarish uchun desak ham mubolag'a bo'lmaydi bizada. Xo'p, message encoding bu nima degani? Hozir bularga alohida to'xtalib o'tamiz. Bir sanab o'taylik. Nima kerak bo'lar ekan? Message encoding, formatting, encapsulation, message size, timing va delivery optionslar bizada network protokollarini tashkil qilinayotgan vaqtda, yangi protokol tashkil qilinayotgan vaqtda mana shu narsalar bizga kerak bo'lar ekan. Hop, ketdik. Message encoding bu nima degani edi? Xo'p, bu message encoding degani bir turdagi ma'lumotni boshqa bir turga o'tkazilishi yoki bo'lmasa boshqa bir ko'rinishga o'tkazilish jarayoni encoding deyiladi. Masalan, qaranglar. Bir misol keltiraman sizlarga. Hop, men bir tasvir o'yladim hozir. Xayolimga keltirdim. Qanaqaki? Baland tog' cho'qqilari. Hamma joy oppoq. Va u oppoq jarayondan ma'lum bir sportchilar chang'idan pastga qarab tushib kelishyapti. Guruhga bo'lib. Pastda ko'k muz bilan qoplangan ko'l mavjud, juda ham katta. Sizni xayolingizga ham xuddi men aytgan tasvir kelgan bo'lsa, bu jarayonni hozir biz encoding va decoding jarayonini bosib o'tdik. Qanday? Xo'p, mendagi bir tasvir u, to'g'rimi? Men xayolimda u narsa va xuddi o'sha narsani hozir men ovozga aylantirib, tovushlarga aylantirib, ma'lum bir grammatik qonun-qoidalar asosida, aniq qonun-qoidalar asosida ovozga aylantirdim, tovushlarga aylantirdim va uni sizga yetkazdim. Tushunarli? Mana shu joyda encoding bo'ldi. Mana tovush ham bitta ma'lumot turi, boya tasvir ham bir ma'lumot turiga misol bo'la oladi. Mana shu jarayon, ya'ni tasvirni tovushga, ovozga o'tish, o'zgarish jarayoni encoding deyildi.
man encoder bo'ldim shunda. Ya'ni ma'lumotni o'zgartiruvchi, bir turdagi ma'lumotni boshqa bir turga o'zgartiruvchi so'z sifatida encoder bo'ldim. Va endi siz tovushlarni qabul qildingiz, ovozlarni, so'zlarni, gaplarni, ularni ma'lum bir qonun-qoida asosida boyagi tasvirga aylantirdingiz. Xayolingizda gavdalantirdingiz, to'g'rimi? Boyagi tasvirni. Mana shu jarayon de-encoding deyiladi. Yoki bo'lmasa siz mana shu jarayonda decoder deyilasiz. Ya'ni de-encoding nima degani? O'zgartirilgan ma'lumotni boshqa bir turga, ya'ni o'zini asl holiga qaytarish jarayoni de-encoding deyilar ekan. Xo'p, kompyuterlarda ham xuddi shunaqa. Umuman tarmog'imizdagi har qanday jarayonda xuddi shunaqa vaziyat yuz beradi. Ya'ni bir turdagi ma'lumotni boshqa bir turga o'tkazamiz. Mana kompyuterdan biror rasmni boshqa bir kompyuterga jo'natmoqchi bo'lsak, u rasm ko'rinishida o'tmaydi hech qachon mediadan. Mana biz ovoz, rasmni sizga ifodalab bera olmaganimdek, boyagi tasvirni ovozlar orqali ifodaladim, to'g'rimi? Rasmni shunchaki sizga yetkazib bera olmadim. Tarmoqda ham xuddi shunaqa. Rasmni hech qachon o'zidek qilib mediadan yurgiza olmaymiz. Transportatsiya qila olmaymiz u vaziyatda. Shuning uchun boshqa bir ko'rinishga o'tkazishga majburmiz. Qanaqaki 0 va 1 bitlarga o'zgartiryapmiz. Yoki bo'lmasa signallarga. Signalga hali fizikalarga o'tamiz ularni. 0 va 1 larga o'zgartiryapmiz. Mana shu jarayon encoding va 0 va 1 larni yana asl holiga qaytarish jarayoni bizada de-encoding deyilar ekan. Xo'p, bu jarayondan o'tdik. Endi keyingisi message formatting va encapsulation. Bu nima degani? Xo'p, har bir jo'natayotgan, mana men har bir gapirayotgan gapimni alohida formatga solishim kerak. Ya'ni siz tushunadigan qilib formatlashim kerak bo'ladi. O'zbek tilida ham aniq grammatik qonun qoidalar asosida gapirsam, qanaqadir shevada gapiradigan bo'lsam, tushunish biroz qiyinroq bo'ladi. Xo'p, endi aniq bir strukturada gapirishimiz kerak. Bunga misolni endi gapirishdan ko'ra qanday misol keltirsak bo'ladi? Xatlarni. Oddiy biz agar siz va biz an'anaviy xatlarni biror bir hayotimizda marta yozib ko'rgan bo'lsak, bu jarayon juda ham sizga tanish. Qandayki, konvertning ustida har doim jo'natuvchi va qabul qiluvchining manzillari, ism familiyalari joylashgan bo'lishi shart. Ya'ni kimdan ketyapti, kimga ketyapti, qayerdan ketyapti, qayerga ketyapti. Mana shu narsalar pochtani o'zini standarti asosida bo'lishi shart. Bo'lmasa, buni sizdan pochtalar qabul qilmaydi. Ya'ni pochtaga borib siz kimgadir jo'natmoqchi bo'lsangiz, qabul qilmaydi, adashib qabul qilib qo'ysa ham, bu jarayon yo'lda qanaqadir muammolarga duch kelishi mumkin bo'ladi. Xo'p, xuddi o'sha jarayonda endi nima qilasiz? Siz bitta xat yozdingiz. Tasavvur qiling, kimdir juda sog'ingansizda, telefon orqali gaplasha olmaysiz. U yerga faqat xat yuborish mumkin va u xat bitta konvertga sig'maydi. Juda ham ko'pda endi har xil jo'natishingiz kerak, bo'lib jo'natishingiz kerak. Va o'sha jarayonda endi xo'p, bizada enkapsulyatsiya jarayoni sodir bo'ladi, boshlanadi. Qanday qilib? Boshida yozasiz, xat yozayotganda, qadrdonim Jack, men senga masalan 4 ta konvertdan iborat xat jo'natyapman, sen ularni qabul qilib ol degan. Va endi bitta konvertga sig'adigan oq varaqni buklaysiz, konvertni ochasiz, konvertning ichiga solasiz va konvertni clear qilib, yopishtirib, ustiga to'ldiradigan narsalaringiz, ya'ni kimdan ketyapti, kimga ketyapti, qayerdan ketyapti, qayerga ketyapti va ustiga yana bir marka yopishtiriladi albatta. Marka yopishtirilishi shart, bo'lmasa ko'rmaydi. Bizada jarayon hosil bo'ladiki, enkapsulyatsiya deb ataladigan ma'lumotlarimiz kimga ketyapti, qayerga ketyapti, kimdan ketyapti, qayerdan ketyapti. Mana shu ma'lumotlarni qo'shilish jarayoni ma'lumot uzatayotgan vaqtda asosiy, haqiqiy, original ma'lumotga boyagi source IP address, destination IP address, endi albatta bular source MAC address, destination MAC address, port nomerlari qo'shilish jarayonlari enkapsulyatsiya deyilar ekan. Bu jarayonga albatta birozdan so'ng chuqurroq to'xtalamiz enkapsulyatsiya jarayoniga. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, endi bizada message size bor. Boyaga aytganimdek, siz butun boshli bitta konvertga sig'maydigan ma'lumotlarni bitta konvertga majburlab siqib jo'nata olmaysiz, qabul qilishmaydi. Ya'ni o'zini standarti bor. Bitta konvertni o'z ichiga ola oladigan qiymati bo'ladi.
Demak, tarmoqda ham xuddi shunaqa. Ya'ni siz 1 gig ma'lumotni, 1 gigabaytli ma'lumotni bir joydan ikkinchi joyga hammasini umumiy qilib o'tkaza olmaysiz. Ular bo'laklariga bo'lib o'tkaziladi. Tushunarli? Bitta qilib o'tkazib bo'lmaydi. Ularni bo'lak qilib o'tkazishimiz shart bo'ladi. Tasavvur qiling, mana siz bir mashina, yuk mashinasida qanaqadir yuk bor. Xuddi o'sha yukni bir o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, qanaqadir qurilmalarsiz, texnikasiz birdaniga hammasini bir joydan ikkinchi joyga olib bora olmaysiz. Tushira olmaysiz deylik. Tushira olmaysiz, biror joyga taxlay olmaysiz. Lekin uni bo'lib qanchadir miqdorda o'zingiz ko'tara oladigan qilib, o'zingiz tashay oladigan qilib, bemalol boshqa bir joyga tashlasangiz bo'ladi. Tarmoqda ham xuddi shunaqa ma'lumot kattalik qiladigan bo'lsa, uni bo'laklarga bo'lib tashiladi. Xo'p, mana shu jarayonni biz ikkalamiz hal qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni men kompyuterimdan turib ikkita kompyuterlar bu narsani kelishadi. Qanaqadir protokollar asosida. Men senga shuncha ma'lumot yuboryapman, qanchadan ma'lumot yuborsam sen qabul qila olasan. Albatta, bu qanaqadir aniq qonun-qoidalar asosida amalga oshadi. Bu narsani xudo xohlasa transport layerida ko'rib o'tamiz. Xo'p, endi message timing. Bu flow control, response timeout, access metodlari, bu hammasi jarayonni to'g'ri kechayotganini nazorat qilib turish uchun kerak bo'ladigan qo'shimcha funksiyalar. Ya'ni qanaqaki flow control bu oqimni himoya qiladi. Oqim deganda mana gapni oqimi bo'lishi mumkin. Mana men gapiryapman, har bir gapirayotgan gapim yo'lda. Endi biz agar shovqin qanaqadir ko'chada gaplashayotgan bo'lsak, mani hamma gapim ham sizga yetib bormasligi mumkin bo'ladi. Demak, xuddi shu jarayonda men oqimni himoya qilishim kerak. Ya'ni qanchasi yetib boryapti, qanchasi yetib bormayapti. Mana shu narsani ikkalamiz o'rtamizda kelishishimiz kerak. Yoki bo'lmasa nazorat qilib turishimiz kerak bo'ladi. Endi bu tezlikka ham bog'liq bo'lishi mumkin. Men qancha tez gapirsam, xuddi shuncha sizga yetib boryaptimi, yo'qmi? Mana shuni nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. Va endi undan tashqari response timeout degan narsa bor. Agar men qanchadir vaqt ichida siz bilan gaplashayotgan vaqtda siz bunga javob bermasangiz, men yoki bo'lmasa gapirishim mumkin, qaytarib bir marta qaytarishim mumkin, 2 marta qaytarishim mumkin, 3 marta qaytarishim mumkin. O'shangacha ham siz agar menga javob qaytarmaydigan bo'lsangiz, bu eshitmayapti ekan, demak men bu bilan gaplashishim kerak emas. Tarmoqda ham xuddi shunaqa. Kompyuterlar vaziyatga qarab sizni javobingizni ham, men seni ma'lumotlaringni qabul qilyapman degan javobingizni kutishi mumkin ikkinchi tomondan. Xo'p, endi access metodlarimiz. Qaranglar. Agar biz jonli muloqot qilayotgan vaqtda biz insonlar ikkita inson bir vaqtning o'zida ham gapirsa, ham eshitsa, nima sodir bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Ikki inson ham gapirayotgan vaqtda eshitishni eplay olishmaydi. Ya'ni qanaqaki eshitgan ma'lumotlarini amrobatga qila olmaydi, qayta ishlay olmaydi. Biz insonlar shunaqa ishlaymiz. Xohlasangiz sinab ko'ring. Bir o'rtog'ingiz bilan gaplashasiz, u ham siz ham bir vaqtning o'zida gapirasizlar va sherigingizni nima gap gapirayotganini, endi qanaqadir yuqoriroq darajadagi informatsiya berishsin bir-biriga. Xuddi o'sha vaziyatda siz aynan gap nima haqida ketayotganini tushuna olmaysiz. Aynan qanaqadir gapni bir qismi, so'zlari esingizda qolishi mumkin. Pauza qilgan vaqtingizda siz gapirishdan baribir ozgina vaqt o'rtada pauza qilasiz, o'sha vaqtda kirib qolgan so'zlar esingizda qolishi mumkin, lekin umumiy ma'nodagi gap hech qachon obro'tga qayta ishlay olmaymiz. Bu degani nima qilish kerak bo'ladi bu vaziyatda? Avval men yoki avval siz gapirishingiz kerak. Ya'ni kim ayni vaqtda gapirishi kerak, kim tinglashi kerak. Mana shu narsani hal qilib olishimiz kerak bo'ladi. Tarmoqda ham xuddi shunaqa. Bir vaqtning o'zida endi hozir zamonaviy texnologiyalardan tashqari qandaydir shunaqa qurilmalar bor. Kolliziya hosil bo'ladi agar ular bir vaqtda bir-biriga ma'lumot jo'natib qo'ysa, xuddi bizdek. Shunaqa qurilmalar bor, bir vaqtning o'zida ham qabul qila oladi, ham jo'nata oladi. Lekin shunaqa qurilmalar bor, bir vaqtning o'zida yoki jo'natish kerak ma'lumot yoki qabul qilish kerak. Endi duplekslarga borib taqaladi bu narsalar. Ikkinchi layerda, data link layerda albatta ko'rib chiqamiz bu narsaning nima ekanligini. Xuddi o'sha vaqtda qanaqadir protokollar asosida xuddi o'sha vaqtda kim gapirish kerak yoki bo'lmasa kim ma'lumot jo'natish kerak, kim uni qabul qilish kerak ayni vaqtda. Bu narsa kelishuv asosida bo'ladi.
Xuddi mana shu narsalarni ham, demak, protokollar o'z ichiga olar ekan. Xo'p, endi mana shu joyda biroz diqqatni oshiramiz. Message delivery options. Ma'lumotlarni yetkazib borilish turlari bizada hozircha 3 turga bo'linadi. Ya'ni unicast, multicast hamda broadcast. Bularni nima farqi bor? Unicast ma'lumot uzatish turlari. Agar men ko'chada turib bitta aniq odam bilan gaplashsam, "Ey sen", masalan, Jack desam, xuddi o'sha vaqtda meni har bir jo'natayotgan, gapirayotgan ma'lumotlarim Jackga atalgan bo'ladi va bu ma'lumot uzatish turining unicast turi hisoblanadi. Tarmoqda ham shunaqa bir to'da bir tarmoqqa ulangan qurilmalar bor. Xuddi o'sha qurilmalarning ichidan aynan bir gapir. Bitta qurilmadan aynan boshqa aynan bir qurilmaga ma'lumot uzatilsa, bu jarayon unicast deyilar ekan. Unicast ma'lumot uzatish jarayoni deyiladi. Xo'p, endi men ko'chaga chiqaman, meni hamma kutyapti, bitta gruppa turibdi-da, xuddi o'sha gruppada hammaga gapiraman. "Ey sizlar, mana bugun nimadirlar bo'ladi" desam, har biriga alohida gapirib chiqishim shart emas. Ya'ni e'tibor tortayotganda, bu gap hammangizga tegishli desam, hamma buni qabul qiladi. Demak, bitta ma'lumot source'idan, mendan turib, hammaga ma'lumot jo'natadigan bo'lsam, bu ma'lumot uzatish jarayoni broadcast deyilar ekan. Bittadan hammaga. Aynan o'sha muhitdagi, aynan o'sha mediadagi hammaga. Xo'p, endi multicast turi. Bu qanaqaki? Boyagi biz aytgan broadcastdan biroz farqi bor. Qanaqa? Agar men ko'chadagi gruppadan aynan qanaqadir bir inglizlarni ajratib gapirmoqchi bo'lsam, ya'ni gruppaning ichidan, hammaning ichidan ma'lum bir turdagi odamlarni guruhlamoqchi bo'lsam, bu sizlarga tegishli. Qaysiki kim ingliz bo'lsa, meni eshitsin. Yoki kim o'zbek bo'lsa, meni eshitsin desam. Xuddi mana shu joyda multicast ma'lumot uzatish turi hisoblanar ekan. Gruppada, ya'ni hammaning ichidan ma'lum bir qismdagi qurilmalarga ma'lumot uzatish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu jarayonda multicast ma'lumot uzatish turi hisoblanar ekan. Ya'ni ma'lumot uzatiladi ko'pchilikka, lekin hammaga emas. Tushunarli? Bu turlar nimaga kelib chiqqan? Qaranglar. Hammasiga unicast qilib bitta deb aytib chiqsak bo'lmasmidi? Birinchidan vaqt yo'qotamiz, ikkinchidan resurs yo'qotamiz. Mana shuni oldini olish uchun, ya'ni bizni tezligimiz, yo bo'lmasa bandwidthimiz, haroratimiz chegaralangan bo'ladi. Bir vaqtni o'zida jo'natishimiz kerak. Uni tartiblab, kimgadir birinchi, kimgadir ikkinchi emasda, masalan, stream holatlari bo'ladi. Hamma jonli efirda ko'rayotgan vaqtda kimdir kechroq, kimdir ertaroq ko'rishi emas, hamma bir vaqtni o'zida ko'rish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz uni multicast turdan foydalanishimiz shart bo'ladi. Hammaga bir vaqtda o'zida. Xuddi shunga o'xshash vaziyatlar. Xo'p, mana bu noda ko'rinishida. Qaranglar. Bittadan mana bu tomondagi aniq bir yo'naltirilgan nodaga ma'lumot yuborilish unicast. Masalan, 5 tadan aynan belgilangan 3 tasiga ma'lumot yuborilishi kerak bo'ladi. Bu multicast turi hisoblanadi va endi undan tashqari hammaga, muhitdagi hammaga ma'lumot uzatsak, bu broadcast turi hisoblanar ekan. Xo'p, endi protokollar haqida umuman endi chuqurroq gaplashamiz. Umuman protokollar bizada bo'linadi. Qanaqaki? Network protokollar software, hardware va BOS, ya'ni ikkalasiga ham kirishi mumkin bo'lgan protokol tiplari mavjud bizada. Qanaqa? Software deganda qurilmamizni qanaqadir programmning qismiga apparatning ichasida emas, qanaqadir aynan logistik vazifalarni amalga oshiruvchi protokollar bo'lishi mumkin. Ya'ni undan tashqari hardware, ya'ni qurilmalarimizni qanaqadir mana kabellar ulaymiz, to'g'rimi? Kabellar ulaganimizda portlarga ulaymiz, portlarning tezliklari bor albatta va ularni tezliklarini nazorat qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bundan tashqari, ya'ni juda ham ko'p hali to'xtalib o'tamiz. Umuman har qanday fizik qismlarni, ya'ni fizik bog'lanishlarni amalga oshirib berish mumkin. Umuman tarmoqdagi fizik
jarayonni boshqaradigan protokollar hardware protokollar deyilar ekan. Va yoki bo'lmasa ikkalasiga ham javob beradigan ham software ham hardwareni ishlashini nazorat qiluvchi protokollar ham mavjud bo'lishi, ya'ni ikkalasi ham mavjud bo'lishi mumkin. Va endi har bir protokollarning o'zini funksiyasi, o'zini formati va qonun-qoidalari bor, bir-biridan farqli bo'lgan. Buni aytib o'tdik. Xo'p, mana bu yerda umumiy juda ham bir gruppalashgan protokol tiplari bor. Qanaqaki network communications. Ya'ni ikkita qurilmani tarmoq uzra aloqasini ta'minlab berish uchun, ularning ishlashi uchun, ma'lumotlarni uzatish uchun kerak bo'ladigan protokollarga network communication protokollar deyilar ekan. Va endi tarmog'imda men xavfsiz tarmoq qurishim uchun uni xavfsizligini ta'minlashim kerak bo'ladi. Qanaqa ta'minlayman desak, aynan network security tipidagi protokollar mavjud albatta. Ma'lumotimizni, qurilmamizni, umuman jarayonimizni ham biz encryption, de-encryption kabi holatlar bo'ladi, mavjud bo'ladi, hali gaplashamiz. Mana shu jarayonlar orqali xavfsizlikni ta'minlashimiz mumkin bo'ladi. Bu network security protokol tipidagi protokollarla amalga oshiriladi. Endi routing protokollari bu bir tarmoqdan boshqa bir tarmoqqa borish uchun yoki bo'lmasa mana shaxsan agar men O'zbekistondan turib Amerikaga ma'lumot jo'natmoqchi bo'lsam, o'rtada routing protokollari meni ma'lumotlarimni, meni tarmoqlarimni o'zaro boshqa Amerika bilan O'zbekistonni bog'lash uchun aynan routing protokollari kerak bo'ladi albatta. Endi Service discovery protokollari ikkita qurilmalarni o'zaro avtomat tarzda aniqlash, ya'ni u qanaqa turda, ya'ni boyaga aytganimizdek mana ikkita zamonda kelishiladi dedik-ku, speed, timing dedik, xuddi shu jarayonlar service discovery protokollar tipiga misol bo'ladi. Masalan, CDP. Unga qancha tok kerak, qanaqadir endi poyda ishlaydigan bo'lsa, qancha miqdordagi quvvat talab qilinyapti, qancha tezlikda ishlanishi kerak. Mana shu jarayonlarda service discovery protokollari ishtirok etadi albatta. Xo'p, network protokollarining, ya'ni funksiyalari haqida biroz to'xtalib o'tamiz. Qanaqa? Addressing protokollarini tarmog'imizdagi qurilmalarni adresatsiyalash, ya'ni manzillashtirish uchun kerak bo'ladigan protokollar bor. IP masalan. Bu protokol. IP adres emas, IP protokol haqida gap ketyapti. Tarmoqdagi qurilmalarni manzillashtirish uchun ishlatiladi. Xo'p, reliability. Shunaqa protokollar bor. TCP masalan. Ma'lumotni 100% yetkazib borilishini ta'minlaydi. Reliability, ishonchlilikni ta'minlaydi. Hop, flow control, boyaga aytganimizdek, shunaqa ba'zi turdagi protokollar mavjud. Boyaga aytganimizdek, oqimni nazorat qilib turadi. Sequencing. Sequencing bu nima degani? Boyaga men katta turdagi xatni jo'natgandim, to'g'rimi? Masalan, 1 gig ma'lumotimiz deylik, bu xat emas, gig ma'lumot haqida gaplashamiz. 1 gig ma'lumotni bo'lak qilib, boshqa bir turga jarayonga o'tkazayotgan bo'lsak, bu jarayonda ma'lumotim bo'laklangandan keyin, narigi tomonga borgandan keyin bitta yaxlit holda bormagandan keyin ularni qayta tartiblash uchun nima kerak bo'ladi? Chiqib ketayotgan vaqtda numeratsiyalash. Qanaqadir bir qonun-qoidalar asosida tartiblash kerak bo'ladi. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi bo'lak va hokazo. Ya'ni narigi tomonga borgandan keyin bu ma'lumotlarimiz, ya'ni qayta yaxlitlanishi uchun. Mana shu narsa sequencing. Bunga ham o'zaro kerak bo'ladigan protokollar mavjud. Xuddi o'sha protokollar bu ishni amalga oshirib beradi. Endi error detection. Error detectionni amalga oshirib beradigan protokollar nima ish qiladi? Tasavvur qiling, ikkita qurilma o'rtasida nimadir ma'lumot yuborilyapti, lekin o'sha yuborilayotgan ma'lumotlar jarayonida o'rtada qanaqadir bir agar YouTube kabelni ishlatayotgan bo'lsak, qanaqadir tokni orasidan o'tib qolgan bo'lsa, bu yerda signallar o'zgarib ketadi. Va o'sha yerda qanaqadir xatolik yuz berishi mumkin. Va u xatolikni qurilmalar qabul qilgandan keyin tekshirib ko'radi. Ya'ni bu xato kelganmi, xato kelmaganmi, o'zgartirilganmi, o'zgartirilmaganmi, o'zgarganmi, o'zgarmaganmi degan narsada bizda protokollar ishlaydi error detection holatida. Xo'p, endi application interface da ishlaydigan, yuqori layerda ishlaydigan protokollar bizda mavjudki, ikkita qurilma o'rtasida process to process aloqa bog'lanishini amalga oshirib beradigan protokollar.
alohida gaplashamiz bular haqida. Xo'p, protokollari interaction. Interaktiv protokollarimiz mavjud bo'ladi. Umuman tarmog'imizda har qanday protokollar jarayon aniq bir protokol, mana shu protokolda ishlaydi, bo'ldi boshqasida ishlamaydi degan narsa yo'q bizada. Demak, jarayon bittagina tarmoq jarayonimiz bir nechta protokollarni talab qilib kelar ekan. Qanaqa? Masalan, oddiy misol qilib siz kompyuteringizdan qanaqadir birorta saytga murojaat qilyapsiz. Internet saytiga brauzerdan kirdingiz, youtube.com deb yozdingiz. Eng kamida sizda mana shu HTTP, TCP, IP hamda Ethernet protokollari ishlaydi. Va ular o'zaro bir-biri bilan bog'liq holda ishlaydi. HTTP, TCP, IP va Ethernet. Shunchaki bu yerda ma'lumot beryapmiz va ularni har birini o'zini qiladigan ishi bor. Masalan, HTTP protokoli boyaga aytganimizdek proses ikkita brauzer o'rtasida, ikkita application o'rtasida aniq bir turdagi jarayonni, sessiyani hosil qilib beradi va kontentni amalga oshirib beradi. Undan tashqari bizada TCP bor. TCPda boyaga aytganimizdek qanaqadir 100% ma'lumotni yetkazib borishni ta'minlab beradigan bo'lsak va endi oqimni himoya qiladi va o'rtadagi individual bog'lanishlarni amalga oshirib beradi. Endi bu qanaqa o'rtadagi individual, tepada ham sessiya, pastda ham sessiya desak, biz bir vaqtning o'zida kompyuterimizdan bir nechta brauzer ochib, bir nechta saytlar bilan aloqa qilishimiz mumkin bir vaqtning o'zida, to'g'rimi? Xuddi o'sha narsasini ham TCP kontrol qilar ekan, nazorat qiladi. Va IP manzillashtirish uchun gaplashamiz. Ethernet protokoli endi sizni sertifikat kartangizdan, tarmoq kartangizdan narigi tomondagi boshqa bir qurilmani tarmoq kartasigacha borgan jarayonlarni nazorat qilar ekan Ethernet protokoli. Xo'p, endi modellar to'g'risida biroz to'xtalsak. Umuman modellar nima edi? Endi qaranglar. Har doim tarmoqda bo'ladigan jarayonlar, boyagi protokollar haqida gaplashdik, to'g'rimi? Xuddi o'sha protokollarni aniq bir strukturalashgan versiyasi deymizmi, yig'indisi, yaxlit jarayon bu modellar asosida amalga oshadi. Qanaqa? Siz men bilan gaplashyapsiz, to'g'rimi? Qanaqadir qonun-qoidalar asosida. Va endi xuddi o'sha qonun-qoidalarni aniq bir strukturalashgan yig'indisi model deyiladi. Ya'ni tarmoqda ham har qanday proses aniq bir modellar asosida yuritiladi, bajariladi yoki bo'lmasa olib boriladi. Ishlaydi mana shu tarzda. Qanaqa? Bizi asosiy modellarimiz bizda OC hamda TCP/IP modeli. Bularni nima farqi bor? O'zi bular nimaga kerak bo'ladi? Xo'p, qaranglar. A kompyuterdan B kompyuterga, bo'lmasa A qurilmadan B qurilmaga ma'lumot uzatish jarayoni xoh kompyuter bo'lsin, xoh tarmoqning o'rta qurilmalari bo'lsin, intermediary network device'lar bo'lsin, farqi yo'q. Ularni protokollarini aniq qonun-qoidalar asosida tartiblash kerak edi. Mana shu jarayonni hosil qilish uchun bizda demak TCP/IP modeli hosil bo'ldi. Ya'ni avval boshdan bizda 4 ta layer bo'lgan: application, transport, internet va network access bo'lgan TCP/IP modeli. Tarmog'imiz hozirgi kundagi siz bajarayotgan barcha jarayonlar, internetdan foydalanasizmi, umuman tarmoq hodisalarini hammasi mana shu TCP/IP modeli asosida amalga oshiriladi. Mana shu TCP/IP modeli asosida. Va endi mana shu jarayonni biz TCP/IP dan keyin biroz troubleshooting qiyinroq, yangi protokollar ishlab chiqarilayotgan vaqtda biroz muammolarga duch keldi. Uni qaysi layerga joylashtiramiz, qaysi layerda ishlash kerak bo'lgan vaqtda shu jarayonni avtomatlashtirish uchun, qanaqadir jarayonlarni tezlashtirish uchun troubleshooting vaziyatlarini OC modeli hosil qilindi. Qanaqaki application layer 3 ga bo'lindi. Application, presentation, session layeriga bo'lindi. Va transportligicha qolgan internet layeri biroz nomini o'zgartirib network layer bo'ldi va network access layerimiz TCP/IPdagi OC modeliga o'tganda ikkita layerga ajratildi: data link hamda fizik. Mana shu ajratilish bizga juda ham katta yordam beradi albatta. Xo'p, qachonki bizda tarmog'imizda qanaqadir muammolar yuzaga keladigan vaqtda mana bu tasavvur qiling,
Bizada data link yoki physical layer'da muammo bo'ladigan bo'lsa, biz mana bu layer'dagi barcha narsani ko'rib chiqishimiz kerak bo'lardi. Endi biz nima qilamiz? Troubleshooting vaziyat qanaqadir muammoli vaziyatlarda muammoga qarab mana shu 7 ta layer'ni ichidan, aniq ichidan transport bo'ladimi, data link, physicmi, applicationmi aynan murojaat qilib tezroq muammoni hal qilish imkoniyatiga ega bo'ldik mana bu OC modeli orqali. Xo'p, mana shu joyda biz darsimizga biroz interaktivroq ko'rinish bergan holda har bir layer asosida, ya'ni A qurilmadan B qurilmaga qanaqadir bir ma'lumot uzatish jarayonida nima hodisalar ro'y beradi, nima jarayonlarni bosib o'tadi u ma'lumot A joydan B joyga yetib borayotgan vaqtda, mana bu har bir layerlarda nima ishlar amalga oshiriladi va bu layerdan bu layerga qay tarzda o'tadi. Umuman olganda ma'lumotimiz A manzildan B manzilga qanday tarzda yetib boradi. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. Demak, ushbu protsessda biz A qurilmadan B qurilmaga ma'lumotlar qay tarzda, qanday qilib, nimalarni olgan holda, nimalarni yo'qotgan holda yetib boradi. Ya'niki OC modelida nima ishlar sodir bo'ladi? A manzildan B manzilga biror bir ma'lumotlar yetib borish vaqtida. Va misol qilib biz ushbu jarayonda ikkita kompyuterni tanladik. Ushbu ikkita kompyuter o'zaro bir-biriga peer-to-peer networklar hosil qilgan, ya'ni uzviy bog'langan. Ikkita kompyuter прямой bog'langan uzviy tarzda. Boshqa hech nima yo'q hozircha. Xo'p, ushbu jarayonda mana bu A kompyuterdagi kitob, masalan, PDF, kitob.pdf degan fayl yoki bo'lmasa mana kitob.pdf degan fayl A nuqtadan B nuqtaga qanday qilib yetib boradi? Mana shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, avvalo mana qaranglar. Bundan oldingi protokollar mavzusida gaplashgandik. Hech qaysi ma'lumotlarimiz umumiy qilib A nuqtadan B nuqtaga shunday o'tib qolmaydi. Demak, bo'laklarga bo'linadi dedik, segmentatsiya jarayoni sodir bo'ladi dedik. Xo'p, xuddi o'sha jarayon demak bizada OC layerga qaraydigan bo'lsak, 7-application layerida amalga oshiriladi. Demak, mana bu A kompyuteridan B kompyuteriga chiqib ketayotgan ma'lumotlarimiz aynan mana shu 7-layerda mana bunaqa tarzda bo'lsin, mana kitob.pdf mana shu bo'laklarga bo'linadi. Teng bo'laklarga bo'linadi. Eng oxirgi bo'lakning hajmi qolganlaridan biroz kichik bo'lishi mumkin, lekin qolganlarining barchasining hajmi bir xil bo'ladi. Va yana bir termin bor edi bizada, sequencing degan, ya'ni tartiblash. Tartiblash ham aynan mana shu layerda amalga oshiriladi deylik. 1, 2 masalan numeratsiyalanadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, mana shu bo'lak PDU deyilar ekan. Mana bu bitta bo'lagimiz PDU, ya'ni Protocol Data Unit. Ma'lumotning eng kichik birligi. Bo'laklarga bo'lingandan keyin ma'lumotning eng kichik birligi Protocol Data Unit, ya'ni PDU deyilar ekan. Va endi mana shu birinchi, endi bo'laklarga bo'lingandan keyingi holat nima kechadi desak, application layerda yana boshqa protokollar bor, o'zini protokollari bor. Endi har bir protokol uchun har xil protsess kechishi mumkin. Nimadirlar, zaproslar amalga oshiriladi mana bu yerda. Xo'p, ana undan keyin bizga eng taalluqlisi mana bu presentation layerda nimalar amalga oshiriladi. Mana bu bir PDU, birinchi PDU keladi, 6-layerga tushadi va bu yerda tasavvur qiling nima bo'ladi. Presentation layerdagi eng asosiy 3 ta qilinadigan ishni hozir ta'kidlab o'taman. Qanaqaki, eng birinchisi bu formatini aniqlaydi. Bu nimaga kerak? Tasavvur qiling, sizda bir video bor va u videoni o'rtog'ingizga, do'stlaringizga va ota-onangizga jo'natmoqchisiz.
va ushbu jarayonda ota-onangizda faqatgina videoni ko'rish uchun katta kassetalar orqali ko'rinadigan video player bor. Video player. O'rtoqlaringizda bo'ladigan bo'lsa, DVD player bor, disk o'qiydigan. Xo'p, xuddi o'sha vaqtda endi siz ikkita qabul qiluvchiga mos bo'lgan tarzdagi formatdan foydalanib, ularni bir qadoqlashingiz kerak deysizmi? Xuddi o'sha formatda tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Narigi tomon ham bundan siz jo'natayotgan ma'lumotdan foydalana olishi uchun, ana shu jarayon uchun ikkita tomonga mos bo'lgan format mana shu yerda tanlanadi. Ya'ni masalan PDF degan narsaga tasavvur qilamiz. Xo'p, format aniqlandi. Va endi undan tashqari yana nima ishlar qilinadi? Xo'p, encryption. Encrypt yozib qo'yaman. Bu nima degani? Ikkita application o'rtasidagi, endi bu yerda qaranglar, 7, 6, 5 layerimiz TCP/IP stackida hammasi bitta layer, application layer. Demak, hozirgi mana bu sessiongacha bo'lgan yozayotgan jarayonlarim hammasi bitta layerda sodir bo'ladi aslida real hayotimizda. Demak, xuddi o'sha ikkita qurilmaning process to process jarayonida, ya'ni ikkita application, приложение o'rtasidagi encryptionni mana shu layer hosil qiladi. Bunga yaqqol misol qilib, ikkita mobil qurilma orqali shifrlangan video zvonok orqali gaplashadigan bo'lsangiz, xuddi o'sha shifrlash jarayoni mana shu presentation layerda amalga oshiriladi. Encryption bo'limida. Xo'p, endi yana nima bor bizada? Xo'p, compressing. Compress jarayon. Ya'ni shunaqa vaziyatlar bo'ladi, shunaqa приложениялар, shunaqa applicationlar bor. Jo'natayotgan ma'lumotingiz, ya'ni qayergadir yuborayotgan ma'lumotingiz albatta siqilishi kerak bo'ladi. Ma'lum bir standartlar, qonun-qoidalar, kelishuvlar va algoritmlar asosida. Xuddi mana shu jarayon ham, demak, presentation layerda amalga oshirilar ekan. Va endi session layer. Mana shu yerda ozgina, mana shu yerda to'xtash qilamiz. Pauza qilamiz, narigi tomonga yetib borganda nima ekanligini tushuntiraman. Xo'p, transport layer. Transport layerga mana bu birinchi PDU keldi. Birinchi PDU va bunga qo'shimcha tarzda dest port number, source port number qo'shiladi. Mana bu yerda PDU deylik, data yoki bo'lmasa. Bu PDU va bular hammasi bir bo'lib, bularning nomini mana bu yerga yozaman. Segment deyiladi. Segment. Tushunarli? Segment. Va endi xo'p, mana bu PDU keldi, 4-layerga tushdi. 4-layerga unda destination port nomer, source port nomer qo'shildi. Bular nima ekanligi haqida albatta transport layerda alohida gaplashamiz. Mana bu narsalarni qo'shdi va mana shu narsa bizada header deyiladi. Header. Transport layerining headeri nima ekan? Destination port nomer, source port nomer. Va albatta ta'kidlab o'tish kerakki, hozir men mana bu segmentga yoki paketga, frame'ga nimalardir qo'shiladi degan bo'lsam, ularning barchasi boshlang'ich tushunchalar. Faqat mana shu narsalardan iborat ekan degan narsani hayolingizdan chiqaring. Bundan tashqari ham nimadirlar bor va ular haqida aynan shu mavzularning alohida yoritib berayotgan vaqtda alohida to'xtalib o'tamiz. Hozircha mana shu ma'lumotlar sizlarga yetarli bo'ladi. Jarayonni tushunish uchun qanday ketishini. Xo'p, endi mana bu segment bo'ldi deylik. Destination port nomer, source port nomer, plus PDU. Bularni hammasini birlashtirsak segment bo'ldi deylik. Endi segment tushadi pastga. Mana bu yerga segmentni tushirdik. Segment 3-layerga tushdi-da, bu narsaga qo'shildi source IP hamda destination IP adreslar albatta bu yerda qo'shildi va bularga yig'indisi bo'lib nima bo'ldi bizada? Paket bo'ldi. Demak, 3-layerning segmentga qo'shilgan headerlari, nimadir birliklarini qo'shsak, source IP adres, destination IP adresini qo'shsak, u narsa paket bo'lar ekan.
Uchinchi layerning birligi, demak, bizda paket sanalar. Endi keyingi jarayonda nima bo'ladi? Xo'p, paket ikkinchi layer, ya'ni data link layerga tushadi. Paket va bunga qo'shimcha tarzda data link o'z headerlarini qo'shadi. Destination MAC hamda source MAC adreslar albatta bular. Va bular hammasi bir bo'lib frame deb ataladi. Mana jarayonni ko'rib chiqyapmiz. Xo'sh, frame paketga destination MAC adres, source MAC adres qo'shgan vaqtimizda bu jarayonda demak frame hosil bo'lar ekan. Ikkinchi data link layerning birligi nima deyilsa, ya'ni nimalar bilan ishlaydi u, nimani ko'zdan kechirishimiz kerak, nimadir vaziyat, troubleshooting vaziyatlar desa, frame ni ko'zdan kechirishimiz kerak bo'ladi. Va endi physic layer. Physic layer birligi mana bu frame keladi, pastga o'tadi va frame ni almashtirib beradi 0 va 1 bitlarga. Mana bunday tarzdagi bitlarga almashtirib beradi physic layer. Endi eng asosiy qiladigan ishini aytyapmiz xolos bu yerda. Xo'p, mana kompyuterdan birinchi PDUmiz, ya'ni kitob.pdf degan faylni biz application layerlarda bo'laklarga bo'ldik, PDUlar dedik uni. Xo'p, xuddi o'sha PDUlarni har birini endi mana shu jarayonlarga solib chiqamiz. Qandayki birinchi PDU keladi, bunga PDF compressor bo'lsa compressing qiladi, encryption bo'lsa encryption qiladi, bo'lmasa yo'q. Xo'p, keyingisi sessionni hozircha qoldiramiz. Transport layerida mana bu PDUga destination port number va source port number qo'shiladi va bu segment deyildi. Paket segmentni 3-layerga olib tushgan vaqtda unga source IP adres hamda destination IP adresini qo'shganimizda bu paket bo'ldi. Va paketni ham jarayonni davom ettirib 2-layerga tushirsak, ushbu jarayonda destination MAC adres hamda source MAC adres qo'shildi va bu hosil bo'lgan bir nimaning nomi frame bo'ldi. Va frame ni physic layer 0 va 1larga bitlarga almashtirib berdi. Bits. Tushunarli? Demak, ushbu jarayon bizda 7, 6, 5, 4, 2, 1 qilib, ya'ni yuqori layerlardan ma'lumotimizni pastki layerlarga mana bu headerlarni o'ziga biriktirib olgan holda o'tishi enkapsulatsiya jarayoni deyiladi. Slaydlarda ko'rgandik, enkapsulatsiya hamda deenkapsulatsiya degan jarayonni ko'rgandik. Mana shu jarayon 7-layerdan pastga qarab tushib kelishi va har bir layerda o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni mana bu eng original ma'lumotimiz o'ziga biriktirib olishi enkapsulatsiya deyiladi. Va yana bir marta ta'kidlab o'tamanki, mana shu birinchi PDUgina hozir mana shu jarayonni bosib o'tdi. Mana shundan keyin har bir kelgan PDU mana shu aniq birliklarni qabul qilaveradi. Hammasida deyarli bir xil bo'ladi. Faqat mana bu yerda sequencing number o'zgarishi mumkin xolos. Tushunarli? Qolgan barcha protsesslarni bir xil vaziyatda kesib o'tadi mana bu PDUlarimiz. Demak, endi mana bu birinchi PDU chiqib ketdi. Ya'ni mana bu kabelga chiqib ketdi 0 va 1. Tokga aylanadi, optika bo'ladigan bo'lsa, nurga aylanadi, wireless bo'ladigan bo'lsa, radiochastotalarga aylanib, physical layerimiz, ya'ni media muhitimizga chiqib ketdi. Endi B kompyuterga yetib bordi. B kompyuterga yetib borgandan keyin physical layerlarda mana bu xo'p 0 1 0 1 1 0 ni nima qiladi? Frame'ga almashtirib beradi. Mana. Yana qayta jarayon sodir bo'ladi. Mana bu yerda nima ishlar sodir bo'lgan bo'lsa, endi mana shu jarayonda xuddi nima qo'shilgan bo'lsa, xuddi shu narsalar tekshiriladi va olib tashlanadi. Tekshiriladi, olib tashlanadi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Frame'ga aylantirildi, yetib kelgandan keyin mana bu B kompyuteriga physical layerda frame'ga aylantirildi. Va mana bu frame'ni endi ichini ochib ko'radi. Mana ichida nima bor edi frame'ning ichida? Xo'p, bizda destination MAC hamda source MAC bor edi. Undan tashqari paket. To'g'rimi? Xo'p, mana
ichini ochdik. Destination MAC adress, source MAC adress hamda paket bor ekan. Nima qiladi? Destination MAC adressni mana bu B kompyuter o'z MAC adressi bilan solishtirib ko'radi. Solishtirib ko'rgandan keyin agar mos kelsa, endi boshqa jarayonlar ham bor, ularga hozirchalik to'xtalmaymiz. Mos kelsa, deinkapsulatsiya jarayonini davom ettiradi. Teskari jarayon deinkapsulatsiya dedik. Davom ettiradida, mana bu narsalarni olib qoladi o'zida. Mana bu ikkinchi data link mana bu yerda qo'shib bergan headerni mana shu yerda yechib olib qo'yadi. Va tepaga nima qilib chiqadi bu yerda? Mana bu segment, paket. Birinchi mana bu yerda paketga keldik. Paketning ichida nima bor edi? Segment va source IP adress hamda destination IP bor edi. Va segment. Hop, endi mana bu yerdagi destination IP adressni network layerda B kompyuter o'z IP adresi bilan solishtirib ko'radi. Solishtirib ko'rgandan keyin agarda ular mos kelsa, keyin deinkapsulatsiya jarayonini davom ettirib beradi va olib qoladi mana bu yerdagi source IP adress, destination IP adressni olib qolib, segmentni tepaga chiqarib beradi. Mana bu jarayon qilib mana. Segment ichida bizada PDU va destination port nomer, source port nomer bor edi. Va PDU. To'g'rimi? Hop, endi mana bu segment. Mana bu ikkinchi, uchinchi layerda tasavvur qiling, authentication o'tib bo'ldi. Ya'ni haqiqatdan mana shu kelgan ma'lumot mana shu B kompyuterga tegishlimi yoki yo'q? Mana shuni tekshirib oldi. Va endi bu tekshiruv natijasida tekshiruvdan o'tgandan keyin endi yuqorilarda faqatgina mana shu kelayotgan ma'lumotni o'ziga moslashtiradi. Boshqa tekshirmaydi. Xo'p, bu uchun nima qiladi? Mana bu yerdagi destination port nomer, source port nomerini tekshiradi. Destination port nomerida necha yozilgan bo'lsa, endi bu logiический port nomerlar, logik port nomerlar 65536 ta bo'ladi. Har bir qurilmamizda xuddi o'sha destination port nomerini mana shu kelayotgan oqim uchun oqimni himoya qiladi dedik-ku. Xuddi o'sha A kompyuter bilan B kompyuter o'rtasidagi aloqani tiklash uchun mana shu destination port nomerini zanit qilib turadi. Zanit qiladi mana shu destination port nomerini. Tushundingmi? Destination port nomer zanit qilgandan keyin qolganlari barchasi mana shu portdan kirib kelaveradi. Endi bu nimaga kerak desak, mana bu kompyuterda bir vaqtning o'zida bir nechta protsesslar, networking prosesslarini amalga oshirayotganimizda ulardan kelayotgan ma'lumotlar almashib, chalkashib ketmasligi uchun. Xohlaysizmi, yo'qmi? Bir vaqtning o'zida bir nechta proses sodir bo'layotgan vaqtda kompyuteringizda MAC adreslar, IP adreslar bir xil bo'ladi. Har bir kelayotgan ma'lumotingizda har xil proses bo'lishiga qaramay, bittasida masalan YouTube, bittasida qanaqadir fayl almashyapsiz. MAC adreslar, destination IP adreslar bir xil bo'ladi. Xuddi shu jarayonda kelayotgan ma'lumotingizni farqlab olish uchun mana bu destination port nomer, source port nomerlari har xil bo'ladi, har xil prosesning, jarayonning. Xo'p, endi segment bo'ldi. Transport layerda mana bu destination port number, source port numberni yechib qoladida tepa tomonga mana bu layerda PDU qilib o'tkazadi. PDU qilib o'tkazgandan keyin mana bu yerdagi ikkita qurilma o'rtasida mana bu yerda sessiya ko'tariladi. Ya'ni ikkita qurilmaning приложенияsi, application o'rtasida sessiya ko'tariladi. Sessiya ko'tarilgandan keyin hozircha yana bunga to'xtalib o'taman. Sessiya nimaligiga? Xo'p, 6-layerga birinchi PDUmiz chiqadi. Mana bu jarayon bo'lib, mana bir PDU bo'lib chiqadi. Mana 6-layerda. Xo'p, nima bo'ladi? Agar format aniqlaydi, shu formatga mos bo'lgan приложенияni mana bu yerda tanlaydi. Ya'ni o'sha приложениyaning ichidan nimalarga e'tibor berish kerak? Mana shu formatni ochish uchun ocha olasanmi, yo'qmi? O'zingizga kelishgan bo'ladi, albatta ocha oladi. Xo'p, xuddi shu vaziyatda agar encryption qilingan bo'lsa, mana bu tomonda maxsus ключlar, kalitlar yordamida de-encryption, ya'ni deshifrlash jarayoni amalga oshiriladi. Mana bu birinchi PDUni. Va endi compressing, agar mana bu yerda qanaqadir ma'lumotlar biz qilgan bo'lsa, decompress jarayoni ham amalga oshiriladi mana shu layerda. Xo'p, endi buni hamma ishlarini bajarib bo'ldik. Bajarib bo'lganimizda 7-layerga yetib borgandan keyin mana bu yer 7-layer o'zaro mana bunaqa sklad. Mana sklad. Va endi bu skladga tasavvur qilamiz, PDUlar yetib kelyapti. 1-chi, 8-chi, 3-chi, 10-chi, 20-chi kabi
PDUlar yetib kelyapti. Endi albatta biz internet tarmog'idan bo'lmasa tarmoqlardan foydalangan vaqtimizda mana bu yerdan har doim PDUlarimiz bo'lmasa paketlarimiz, framelarimiz tartib bilan chiqib ketishi aniq. Mana bundan birinchidan keyin 8-chi PDU chiqib ketmaydi hech qachon. Tartib bilan qayta ishlanadi bular. Headerlar qo'shiladi, chiqib ketayotgan vaqtda hammasi birinchisidan keyin, ikkinchisi, uchinchidan keyin, to'rtinchisi xuddi shunaqa va hokazo. Lekin yetib borganda ana shu tartib saqlangan holda yetib bormasligi mumkin. Yo'ldagi qanaqadir uzilishlar, qanaqadir vaziyatlar hisobiga tartibi o'zgarib yetib borishi mumkin. Masalan, 1-chi, 3-chi, 8-chi va hokazo bo'lib, xuddi o'sha vaziyatda endi ma'lumotimizni qanday bo'lsa shunday chop etadigan bo'lsak, bizga ko'rsatadigan bo'lsa, buni telba teskari umuman kitobni o'qib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, 1-betdan keyin 8-chi, 8-betdan keyin 3-chi turibdi. Endi yaqqol oddiygina misol bu, aslida unaqa bo'lmaydi. Xo'p, mana shu jarayonni endi nima qilinadi? Application layer'da qayta tartiblanadi. Mana shu tartib nomerlariga qarab, sequencing, ya'ni qayta tartiblanar ekan mana shu 7-chi application layer'da. Ya'ni mana bularni qayta tartiblab chiqadi. 1, 2, 3, 4 va hokazo va bu narsa kitob oxirida kitob.pdf shaklida to'liq yig'ilmaguncha, yaxlitligini tiklamaguncha. Va endi ushbu vaziyatda mana bu kitob.h hammasi yig'ilgandan keyingina bu kompyuterda mana bu yerda open degan, ya'ni ochsang bo'ladi, bu ishlatishga yaroqli degan yozuv chiqishi mumkin albatta. Download qilib to'lib oxirida ozgina kutadi-ku, bilasizlarmi? Oxirgi jarayonlar biroz sekinroq ketishi mumkin. Xuddi shu narsalarni tekshirayotgan bo'ladi o'sha vaqtda. Hop, open degan yozuv chiqdi. Endi mana bu session layer haqida yana biroz gaplashadigan bo'lsak, mana shu layerdagi eng oxirgi PDU chiqib yetib bormaguncha ikkita application, ikkita приложение o'rtasida aloqani tiklab turadi, ushlab turadi, himoya qilib turadi session layeri ikkita application o'rtasida. Tushunarli? Hop, endi nimalarni ko'rib chiqamiz? Yana boshidan bitta ta'kidlaymiz. A kompyuterdan B kompyuterga ma'lumot ketayotgan vaqtda bitta kitob.pdf degan faylni oladigan bo'lsak, xuddi ular mana bu yerda sequencing bo'laklarga bo'linadi, tartiblanadi, 6-layerga tushadi. Birinchi PDUmiz, xo'p, format aniqlanadi, encryption qilishi mumkin, compressing qilishi mumkin. Xo'p, 5-layer mana shu bo'laklarga bo'lingan ma'lumotlarimizni hammasi narigi tomondagi applicationga yetib borguncha o'rtada sessiya ushlab turar ekan. Xo'p, endi 4-layerda mana shu birinchi PDU keladi. Birinchi PDUmizga destination port nomer, source port nomer qo'shiladi va bu narsaga segment deyiladi. Demak, 4-layer nima bilan ishlar ekan? Segmentlar bilan. Segment 3-layerga tushadi. Source IP address, destination IP address qo'shiladi va bu qo'shilgan headerlardan hosil bo'lgan qanaqadir ma'lumot turiga paket deyilar ekan. Paket. Va 2-layer jarayon davom etadi. Bu 7-layerdan pastga qarab tushish jarayoni. Xo'p, encapsulation 1-layerdan yuqoriga qarab chiqish jarayoni de-encapsulation deyilar ekan bizada. 2-layerda paketga destination MAC address, source MAC address qo'shiladi va hosil bo'lgan ma'lumot turimiz frame deb ataladi. 1-layerda mana shu framelarni 0 va 1larga aylantirib berar ekan. Va bularning nomi bits deyiladi. 1-layer nimalar bilan ishlar ekan? Bitlar bilan. Xo'p, endi narigi tomonga yetib borgandan keyin, B kompyuterga yetib borgandan keyin 0 va 1lar bitlarni qayta framega o'zgartirib beradi. Frame'ni ichini ochadi. Endi bu yerda tekshirish, checking jarayoni bo'ladi. Destination MAC addressni mana bu BB o'ziniki bilan solishtirib ko'radi. Agar mos kelsa, keyingi jarayon davom etadi. Mos kelmasa, mana shu yerda jarayon to'xtab, ma'lumotlar o'tmaydi. Sen boshqa odamga tushyapsan, boshqa odamga yuboryapsan, yo bo'lmasa boshqa kompyuterga yuboryapsan, men buni ochib olmayman. Bu yerda tanish bilishlik yo'q, albatta. Ochib ko'ring degan qiziqish bo'lmaydi. Siz albatta majbur qilmaysiz kompyuteringizda. Xo'p, endi keyingisi jarayon davom etdi, enkapsulatsiya jarayoni. Mana bu frame'ni qo'shilgan headerlari olib qolinadi-da va paket ko'rinishida yuqoriga 3-layerga o'tkaziladi. Paketning ichida nima bor edi? Segment, destination IP address, source IP address bor edi. Shu jarayonda destination IP addressni o'ziniki bilan solishtirib ko'radi. Agar mos bo'ladigan bo'lsa, keyingi jarayon davom etadi. Mos kelmagan bo'lsa, jarayon mana shu yerda ham to'xtashi mumkin. Va endi 4-layerda nima ish qilinadi? PDU bor edi.
destination port number va source port nomerlari bor edi. Xuddi o'sha vaziyatda destination port nomerini mana shu IP adresdan kelayotgan yo bo'lmasa mana shu kompyuterdan kelayotgan jarayon uchun zanit qilib qo'yarkan. Mana shu destination port numberlar. Qolganlar bunga adashib kirib qolmasligi uchun. Jarayon tugaguncha faqat bir umrga emas. Xo'p, zanit qilib qo'ydi, source port nomerni mana bu chiqish uchun, qaytib kirish uchun kerak bo'ladi. Hozircha bu yerda unchalik katta ahamiyatga ega emas bizda. Xo'p, destination port number yozib qo'ydi 4-layerda, 5-layer session layerni aytdikki, mana bu layerdagi barcha 7-application layerda sequencing qilingan, bo'laklarga bo'lingan, segmentatsiya qilingan barcha ma'lumotlarimiz o'tib narigi tomonga yetib borguncha ikkita приложение ilova o'rtasidagi aloqani, sessiyani tiklab turar ekan, ushlab turar ekan. Xo'p, presentation layerida deenkapsulatsiya jarayonida mana bu formatni aniqlash uchun to'g'ri bo'lgan приложение tanlash, compressing bo'ladigan bo'lsa decompressing amalga oshirish, encryption qilingan bo'lsa decryption jarayonini amalga oshirish kerak bo'ladi. Mana bu jarayonda. Va endi 7-application layer, eng oxirgi layerda mana bu kelgan ma'lumotlarimiz agar zarur bo'lsa qayta tartiblanadi va yaxlitligi ta'minlanadi mana shu layerda. Va hammasi yaxlit qilib yig'ilgandan keyin bizaga, ya'ni insoniyatga ko'rsa bo'ladigan, tushunsa bo'ladigan interfeysga olib chiqib berar ekan mana bu application layer. Demak, ushbu jarayon kompyuterdan B kompyuterga xoh mana bu yer ular bir-biriga uzviy bog'langan bo'lsin, xoh dunyoni har xil chekkasida bo'lsin. Agar dunyoni har xil chekkasida bo'lsa, mana bu yerda o'rtada qanaqadir qurilmalar bo'ladi va u qurilmalarda ham shunga o'xshash qanaqadir jarayonlar sodir bo'ladi. Lekin ikkita kompyuter o'rtasida har doim, har qachon, har vaqt mana shu jarayonlar sodir bo'laveradi. O'rtada nechta intermediary network bo'lishidan qat'iy nazar. O'rtadagi intermediary network device'larda qanaqa jarayonlar hosil bo'lishini biz switching hamda routing konseptlarida albatta ko'rib chiqamiz. Hozircha OC layer'da bosib o'tiladigan yo'llar, nimalar olinadi, nimalar olib tashlanadi, qo'shiladi. Mana shu narsalarni ko'rib chiqdik albatta. TCP/IP bilan xuddi deyarli bir xil. Mana bu jarayonlar TCP/IP da hosil bo'ladi, sodir bo'ladi shunchaki. Biz bularni TCP/IP da tushuntirishimiz bitta mana bu application presentation session ichida ham sequencing, desequencing yaxlitlanadi, bo'laklarga bo'linadi, PDF format aniqladi, compressing qilinadi, encryption. Hali biz aytmagan protseslar qancha bu yerda. Hozir ta'kidlamagan protseslarimiz juda ham ko'p. Hammasini bitta qilib tushuntirishni, ularning o'rtasida troubleshooting qilishni ozgina qiyinchiligi bo'lganligi uchun bizda OC layer'dan foydalandik. Mana shunday qilib bizning navbatdagi protokollar, modellar, ya'ni OC modeli, TCP/IP steki haqidagi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizga aynan mana shu joyda bir yaxshi maslahat bermoqchiman. Aynan mana shu mavzu qanchalik tushunishingiz, mana shu mavzuni qanchalik tushunishingiz keyingi mavzularni yaxshi o'zlashtirishingiz uchun eng katta omil bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan, bu mavzuga shunchaki yuzaki qaramaysiz degan umiddaman. Unutmang, O'zbekona Cisco biz sizni ehtiyojlaringizni qiziqishga aylantiramiz.